Assalomu alaykum akalar. Nexia haydaydigan akalarimiz ko'chaga ko'p chiqib qoladi. Bu Nexia'ni ko'pincha birinchi o'ringa trambularga qaraysilar. Svitchani to'g'ri tekshirib ko'rasizlar. Svitchga to'k yo'q bo'lsa, sentralniy provodasini tekshirib ko'rasizlar. Bobinadan kelishdi, sug'urasizlarda bittagina atvertkani tiqib ichiga to'kini tekshirib ko'rasizlar. Qo'shib to'k bo'lsa agar svitchalar chiqolmayotgan bo'lsa, mana shunaqa rotor ketgan bo'ladi. Bitta rotor qo'ysanglar ishlab ketadi. Bu akamizga ham hozir yo'lga rotor kuyib qolgan. Shunaqa yangi rotor qo'yib beramiz, o'zi ishlab ketadi. Rotorni shunaqa qilib qo'ya olasizlar, o'zini ichiga chizig'i bo'ladi. Qo'yilayotgan joyga ham chizig'i bo'ladi. O'shani chizig'i tiqsanglar o'zi birga urishadi. Rotorni qo'yib bo'ldik. O'zlariga ishlar qarab qo'ygan ekan. Qo'shaman. Ha, qo'shing. Bittaga oldilar akalar mana. Birinchi o'ringa o'zlaringiz tekshirib ko'ringlar, usta chaqirishlarni. Oson joyi bu. Rotordan chiqdi.